Xonimlar, bugun sizlarga Bookmap platformasini, ya'ni imkoniyatlarini ko'rsataman. Именно mana shu zonada grafikga qarasanglar, grafik konsolidatsiyada ketyapmiz. Nechun обычно объемlar bor, всплеск объем. Buning sababi mana bu yerda. Mana swiplarni ko'ryapsizlar. Swip bo'lyapti. Agressiya ko'rsatyapti, ya'ni покупатель qisqa vaqt ichida katta объемni, bir nechta уровеньda turgan katta объемlarni agressivniy покупка qilyapti, ya'ni market zaявка jo'natyapti bozorga, tozalashyapti. Swip degani tozalash degani, mana shu passivniy turgan shartistlarni hammasini tozalashyapti объемni. Tepaga qarab yuryapti, tepaga ketishdan oldin nabor qilyapti. Bu yerda algoritm ishlayapti, ko'rgan bo'lsanglar. 25 lotdan aniq bir muddat ichida bir xil lotda nabor ketyapti. Объем yig'yapti algoritm. Mana bu yerda turgan davleniyani bittada atmay qo'yapti. Zaявка bormasdan turib. Tepada ham shunaqa davleniya beryapti, pastga olib tushyapti. Bu yoqda ham olib tushib olib, sal arzonroq qolib, narxi nabor qilyapti 25 lotdan bir xil. Общий bir 500 lotga yaqin nabor qilib turib, keyin mana bunaqa qilib lestnitsa qilib olib chiqib ketyapti narxi tepaga. Bitlarni ko'taryapti. Tepaga qarab ko'tarib boryapti hamma zaявkalarni. Mana momentda qo'ygan bitni mana bu yoqqa olib chiqyapti. Ko'taryapti, razobrat qilishda. Именно pastda bo'lgan holatga yaxshilab e'tibor bersanglar, чтобы filtrga chiqmasligi uchun 25 lotdan oshirmayapti pozitsiyasini, maydalab yig'yapti. Уже 500 lotdan oshiq yig'ib oldi. Mana bu yerda zaявкani 50 lot short zaявкасini swip bilan olib tashladi. Swip bo'ldi, qaranglar. Momentda oldi. Undan keyin swip bo'ldi. Mana bu yerda katta lotlarda mana объемini ko'ryapsizlar. Tepaga qarab yuryapti. Nabor qilib yuryapti. Mana shu koridordan chiqib olsak, tepaga qarab dalish zapas kodi bor. 34.00 gacha. 34.00 gacha. Grafkada agar 34.00 oladigan bo'lsa, keyingi уровень mana bu уровень. 34.48. Bularni olsak, dalish all time high bor. All time high oladigan bo'lsa, yana tilla narxini rekord darajaga olib chiqadi. Yangilaydi. Bookmapda yana swip degan narsa bor, absorption degan narsa bor. Bular qo'shimcha indikatorlar, ya'ni объемni analiz qilish uchun ishlatamiz. Har bitta mana shunaqa iceberg orderlar chiqqanda mana zvuk chiqaradi. O'zi ovoz berib turibdi. Mana 51 lot yana nabrat qildi. 51 lot. Bit qo'ydida, bitni tepaga ko'taryapti mana. Tepaga ko'tardi, bitni 74 lot исполнение bo'ldi. Именно shuni kuzataylik nima bo'lar ekan. Qochib ketyapti-da, bit step up bo'lyapti. Ya'ni bitni tepaga ko'taryapti, lestnitsa qilib, narx bitni ko'rgandan keyin mana shu skrytniy zaявкаga продажа bo'lyapti-da, dalish tepaga qarab ketyapti. Stoplar ishlayapti уже mana, stoplar. 176 lot bit, 196. Bu iceberg orderni bozorga kirgan miqdorini ko'rsatyapti. Buni orqasida qancha lot borligini hech kim bilmaydi. Hech kim dark poolni, ya'ni skrytniy zaявкani bilmaydi. Faqat bu lentadan o'tmaguncha, mana bu yerga chiqmaguncha biz ko'rmaymiz uni. Mana shu sifra ko'rsatyapti, bu shu bizga ko'rsatgan. Qolgani skrytniy turibdi. Shu narsalarning hammasini дополнительный instrument sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Sinkorswim как grafический platforma sifatida bozor kontekstini grafik o'qish uchun ishlatasizlar. Bookmapni объемный analiz uchun ishlatasizlar. Kelasi sizlarga как instrument, ish quroli sifatida ancha foyda beradi. Lekin agar bozorni grafikini, kontekstini o'qishni bilmasanglar, barvay grafiklarni o'qishni bilmasanglar,
konjunkturani o'qishni bilmasanglar, понимание rынка bo'lmasa, bu ikkita instrument sizlarga yordam bermaydi. Buni signallarini tuppa mana shu indikatorni kutib o'tiradigan bo'lib qolasizlar и filtrovать qila olmaysizlar. Bir kun plusda, bir kun minusda bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun avvalambor понимание rынка, keyin bu дополнительный программное обеспечениyalar. Chunki bularning ichida o'zini o'yini bor-da, mana shu realniy datalar bilan, данныйlar bilan ham katta o'yin qilishadi. O'sha narsalarni farqiga borib ajratib bilish kerak, filtr qilishni bilish kerak. Понимание rынкani biz o'rgatamiz. Endi grafiklarni o'qishni prop yo'nalishda biz faqat o'rgatyapmiz hozircha. Bular doполнительный narsalar. Sog' bo'lasizlar.